Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir maxsus chaqiruv bilan bir xo'jalikka yetib keldik. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, qo'ylar, bular birinchi qorin deyarli bo'g'oz qo'ylar Farg'ona vodiysidan Toshkent viloyati Nurafshon shahriga kelgan. Bu yerdagi asosiy uchraydigan muammo bu birinchi o'rinda transportirovka bo'lganligini hisobiga, ya'ni mashinaga chiqqan, mashinadan tushgan, uzoq masofada yo'l yurgan, oddiy aytadigan bo'lsak, perigon holatida kelib chiqadigan o'sha yuqori nafas yo'lini shamollash. E'tibor bersak, mana aksariyat qo'ylarimizda burunlar quyqalashgan, ya'ni yuqori nafas yo'llarida shamollashlar kuzatib turilibdi. Hozir bizni bu xo'jalikda qiladigan birinchi tadbirimiz oksitetraskilen tarkibli oksiprol preparatidan foydalanamiz. Buni ishlatilish tartibi 10 kilo trigves hisobiga 1 millilitrdan mushakka yuboriladi. Zaruratga qarab ikkinchi paftor qilinishi bu 72 soat oralig'ini tashkil qiladi. Ya'ni 3 sutka to'liq o'tib, 4-sutkada yana paftor qilinadi qachonki zarurat bo'lsa. Mazkur xo'jalikka kelgan qo'ylar 3 kun vaqt bo'ldi kelganiga. Biz bularga hozir mana hurmatli kuzatuvchilarning talablariga binoan, ya'ni xo'jalikka yangi qo'y kelgandan boshlab nima ishlarni amalga oshirsa bo'ladi degan ko'p savollar bor. Shular to'g'risida umumiy tushuncha berib o'tamiz, ya'ni videolar davomida. Hozir birinchi o'rinda qiladigan ish bularni shamollashini bartaraf qilish, ya'ni oksitetraskilen tarkibli antibiotikdan foydalanamiz. Agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bitta ikkitasida yana birinchi marta ukoldan keyin asoratlar qoladigan bo'lsa, paftorini qilamiz hamda bularni birinchi o'rinda ichki parazitlariga suyuq dorilar hamda suyuq dori ichilgandan keyin inyeksiyalar, ya'ni ivermektin tarkibli inyeksiyalar, undan keyingi vitamin kurs lecheniyalar davomiy qo'ylarga nima qilinishi kerak bo'lsa, barcha profilaktik tadbirlarni amalga oshiramiz. Buni keyingi videolarda davom ettiramiz. Hozirgi asosiy qiladigan ishimiz bizni yuqori nafas yo'llarini shamollashini bartaraf qilish. Videoni kuzatishda davom eting. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing, like bosing hamda videoni qo'y boqadigan tanishlarga yoki qo'y boqmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta alohida iltimos bo'ladi, ya'ni videoni diqqat bilan kuzatishingizni so'raymiz. Sababi bu yerda juda ham dolzarb bo'lgan mavzular haqida gap ketadi. Mana e'tibor bersak, qo'yimizni burni yuqori nafas yo'lini shamollashi bilan xarakterlanib turibdi, ya'ni quyqalanib turibdi. Mana yegan o'tlarini, changlari ham burunga qo'nib turibdi, sababi burunda eksudat borligi uchun. Endi bu yerda birinchi qiladigan ishimiz oksitetraskilen tarkibli antibiotik qilamiz. Bunga ukolni mushaydan hamda burunni yaxshilab namlatda bilan, ya'ni tozalab yuvib tozalaymiz. Imkoni qadar shunaqa holatlar ko'p kuzatiladigan bo'lsa, qo'ylarni ukol qilib bo'lgandan keyin iloji boricha mana yopiq joylarda saqlanadigan bo'lsa qo'ylar, ingalyatsion usul bilan ham bularga yordam berish kerak. Ya'ni bitta oddiy cho'g'ga nimani tutatish kerak. Oddiy isiriqda tutatib bir marta gazatsiya qilib olish kerak bo'ladi. Shunda yuqori nafas yo'lidagi, ya'ni ichkaridagi shamollashlarni ham isiriq ingalyatsion usulda bartaraf qiladi. Videoni kuzatishda davom eting, biz boshladik amaliyot. Asosiy ishimiz sovuq paytlarda, ya'ni kuz, qish paytlarida doimo antibiotiklarni, har qanaqa veterinariya preparatini issiq suvga solishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Chunki qo'ylarni tana harorati o'rtacha 38,5-39 gradus bo'ladi. Agar sovuq harorat, ya'ni o'rtacha 4-6 gradusli dori kiradigan bo'lsa bularga, ayniqsa oksitetraskilen tarkibli antibiotiklar shishlar hosil qiladi. Chunki ko'pchilik bizga kommentariyalarda yozadi, aytilgan tavsiya qilingan dorilardan foydalandik, lekin abses berdi, ya'ni o'sha qilingan joylari shishib qoldi deydi. Buni asosiy sababi tana haroratiga yaqinlashtirib olmaslik hisoblanadi. Dorimiz tayyor bo'ldi. Buni maxsus o'zini qadog'ini ochamiz. Bismillah. Hamda video boshida aytganimizdek 10 kilo trigvesga 1 millilitr hisobida, ya'ni o'rtacha 45-50 kilo atrofida trigvesli qo'ylar, biz bularga 5 gramdan oksiprol antibiotikini yuboramiz. Mana antibiotik ko'rinishi tiniq, shaffof holatda bo'ladi. Bismillah. Xuddi mana shu tartibda inyeksiyani amalga oshirganimizdan keyin ilimli suvga uvitilgan latta bilan buni burunlarini yaxshilab tozalaymiz. Ya'ni imkoni boricha burunni yon aylana devorlari bilan tozalashimiz kerak bo'ladi. Hamda umumiy amaliyotni bajarib bo'lganimizdan keyin hammasiga bitta gazatsiyani amalga oshiramiz. Xudo xolasa mana qo'ylarimizni birinchi privkasini o'tkazdik. Mana deyarli
bir flakon yetmadi. Bir flakondan yana 4 ta qo'yga alohida oldik. 5 grammdan 20 gramm dorini oldik. E'tibor bersak, mana qo'ylarimizni burunlarini tozalab, profilaktik tadbirlarni amalga oshirdik. Xudo xolasa buni 3 sutkadan keyin yana bir marta bir nazorat o'tkazamiz. Yana qaysilarida, ya'ni qo'ylarda qaysi birida burunlarda quyqalash bo'lsa, yana повтор qilamiz. Lekin burunda quyqalashi yo'qlariga shart emas. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilamiz. Salomat bo'ling.